Assalomu alaykum azizlar. Ko'pchilik izohlarda o't qopi bilan bog'liq bo'lgan og'riqlarning kechishi, bular qanday paydo bo'ladi? Bunday og'riqlar paydo bo'lganda nimalarga e'tibor berish kerak to'g'risida tushuntirib berishimni iltimos qilishmoqda. Tasavvur qiling, siz oddiy hayotda yashab o'tyapsiz. Hech qanday muammo yo'q. Ammo to'satdan o'ng qovurg'angiz ostida o'tkir sanchiqli, siqib keladigan og'riqlar paydo bo'ladi. Bu oddiy og'riqlar emas. Bu tanangizni sizga yuborayotgan ogohlantiruvchi signalidir. Ko'pchilik bu holatda e'tiborsiz qoldirib, o'tib ketadi deb o'ylashadi. Ammo aynan shu beparvolik jiddiy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Bugun siz bilan o't qopi kasalliklari tufayli paydo bo'ladigan og'riqlar haqida gaplashamiz. U qanday boshlanadi, qanchalik xavfli va eng muhimi, bunday vaziyatda qanday to'g'ri harakat qilish kerak? Diqqat bilan tomosha qiling. Bu ma'lumot siz yoki yaqinlaringiz hayotini saqlab qolishi mumkin. O't qopi yagona a'zo bo'lib, jigar ostida joylashgan. Tanamizdagi barcha qon jigar orqali filtrlanib, toza qon tanamizga tarqaladi va zararli moddalar esa o't suyuqligi bo'lib, o't pufiga to'planadi. Bu suyuqlik ovqat hazm qilishda ishtirok etadi. Endi bu suyuqlik vaqt-vaqti bilan 12 barmoqli ichakka chiqib turmasa, o't qopida kasalliklar paydo bo'ladi. Bu kasalliklardan eng ko'p tarqalgani o't tosh kasalligidir. Bu kasallikning sabablariga yog'li va qovurilgan ovqatlarni ko'p iste'mol qilish, semizlik, kam harakatda bo'lish, uzoq vaqt och qolish yoki keskin parhez, irsiy moyillik, gormonal o'zgarishlar kiradi. O'tkir yoki surunkali xolesistitlar. Bularga o't toshlarining o't yo'llarini berkitib qo'yishidan, infeksiya paydo bo'lishidan, immunitetning pasayishi, noto'g'ri ovqatlanish, jigar va oshqozon ichak kasalliklari sabab bo'lishi mumkin. O't yo'llari diskineziyasi. Bunga kuchli stress, asabiylashish, tartibsiz ovqatlanish, inson tanasida gormonal buzilishlar sabab bo'lishi mumkin. Xolestaz, ya'ni o't dimlanishi. Bunga o't yo'llarining berkilib qolishi, jigar kasalliklari, har xil dorilarni qabul qilish va hatto homiladorlik davri ham sabab bo'lishi mumkin. Lekin homiladorlik uzilgandan keyin xolestaz yo'qoladi. Bunday holatda xavfni oshiruvchi omillar nimalar kiradi? Yog'li ovqatlarning ko'pligi, kam suv ichish, kam harakatli hayot, spirtli ichimliklar, surunkali stress, ovqatlanish rejimining buzilishlari o't qopining o'z vazifasini bajarishini qiyinlashuviga olib keladi. O't qopi kasalliklari qanday belgilar bilan namoyon bo'ladi? Birinchi o'rinda o'ng qovurg'a ostiga og'riq beriladi. Mana shu o'ng qovurg'a ostida og'irlik hissi paydo bo'ladi. Og'riqlar o'ng yelka yoki o'ng kurakka beriladi. Yog'li yoki xamirli ovqatlardan keyin og'riq kuchayadi. Ovqat hazm qilishning buzilishi, ko'ngil aynish, qayt qilish, kekirish, og'izda achchiq ta'm bo'lishi, qorinda dam bo'lishi holatlari kuzatiladi. Inson o'zini holsiz his qiladi. Isitma, terlash, ayniqsa o't qopining yallig'lanishida kuzatiladi. Teri sarg'ayishi, ko'z oqining sarg'ayishi holatlari o't dimlanishidan, ya'ni xolestazda kuzatiladi. Buning sababi o't to'liq ichakka tusha olmaydi. O't qopida o't suyuqligi dimlanib turaveradi va o't suyuqligi tarkibiy qismi, ya'ni xolesterin qon oqimiga o'tib, sarg'ayish belgilari bilan namoyon bo'ladi. Har qanday holatda ham o'ng qovurg'a ostida og'riq sezdingizmi, albatta oldin shifokorga murojaat qilishingiz o'ta muhimdir. Unda qon analizlari, ultratovush tekshiruvlar natijasida to'g'ri va aniq tashxis qo'yiladi. O't qopi uchun qanday oziq-ovqatlar foydali hisoblanadi? Bunda sabzavotlar, qizil lavlagi, qovoq, sabzi, brokkoli, karam va gulkaram, bularni bug'da pishirish yoki qaynatilgan holatda iste'mol qilish, sabzi, lavlagi va oshqovoqni xomligicha suvini siqib, asal aralashtirib ichish juda ham foydali. Mevalardan olma, nok, banan, o'rik, tarvuz, bular hammasi kletchatkaga boy. Bu kletchatkaga boy mevalar o't harakatini yaxshilaydi.
Don mahsulotlaridan suli bo'tqasi, grechka, jigarrang guruch, kepakli non bular ichaklarning harakatini oshirib, o't dumlanishini kamaytiradi. Sutli mahsulotlardan yog'siz qatiq, kefir, tvorog bular oson hazm bo'lishi o't qopiga ortiqcha yuk bermaydi. Oqsilli mahsulotlardan yog'siz baliqlar, tovuq go'shti, kurka go'shti, qaynatilgan tuxum bular tanani zarur oqsil bilan ta'minlaydi va o't qopiga ortiqcha yuk bermaydi. Yog'lardan zaytun yog'i, zig'ir yog'i, kungaboqar yog'lar oz miqdorda iste'mol qilib turish kerak. Chunki bu yog'lar o't suyuqligini ajralishini rag'batlantiradi. Agar sizda o't qopingizda biror kasallik aniqlangan bo'lsa, avvalambor nimalarga e'tibor berish kerak? Qovurilgan yog'li ovqatlar, dudlangan mahsulotlar, achchiq ziravorlar, fast food, gazli ichimliklar, spirtli ichimliklardan ehtiyot bo'ling. O't qopi kasalliklarini oldini olish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Bunda ovqatlanishning rejimini to'g'ri tashkil qilish kerak. Kunda 4-5 mahal oz-ozdan ovqatlaning. Uzoq vaqt och yurmang. Kechqurun juda kech ovqat yemang. Ular o'tning dimlanib qolishini oldini oladi. Sog'lom ovqatlanish bu yog'li qovurilgan taomlardan kamaytiring. Sabzavot, meva va kletchatkaga boy mahsulotlarni ratsioningizda ko'paytiring. O'simlik yog'larini oz miqdorda iste'mol qiling. Faol harakatda bo'ling. Har kuni kamida 30 daqiqa yuring. Yengil jismoniy mashqlar bajaring. Uzoq vaqt o'tirib qolmang. Harakat o't ajralishini yaxshilaydi. Yetarlicha suv iching. Kunda 2-2,5 litr suv ichish bu o'tning quyuqlashib ketishini oldini oladi. Vaznni nazorat qilish. Semizlik bu o't tosh kasallik xavfini oshiradi. Juda tez ozish ham zararli. Vaznni asta-sekin me'yorda kamaytirib borish kerak. Stressni kamaytirish kerak. Yetarlicha uyqu, dam olish, nafas mashqlari, haftada hech bo'lmaganda bir marta bo'lsa ham sayr qilish. Kuchli stress o't yo'llarini spazmiga sabab bo'lishi mumkin. Vaqti bilan ultratovush tekshiruvlaridan o'tib turing. Qorinning o'ng yuqori qismida og'riq sezsangiz, albatta shifokorga murojaat qiling. Agar o't qopingizda biror kasallik aniqlangan bo'lsa, qanday davolanish kerak? Eng avvalambor asosiy bosqich bu parhez. Yog'li, qovurilgan, achchiq, sho'r ovqatlar umuman mumkin emas. Ko'proq sabzavot va suyuq ovqatlar iste'mol qiling. Tez oz-ozdan ovqatlaning. Dori vositalari albatta shifokorlar tavsiyasiga ko'ra belgilanadi. Unda yallig'lanishga qarshi, o't haydovchi, og'riq qoldiruvchi preparatlar buyuriladi. Agar o't toshlari katta hajmda yirik bo'lsa, kuchli og'riq xurujlari takrorlanaversa, yallig'lanish og'ir bo'lsa, o't qopi devorlari qalinlashib, o't dumlanish darajasi yuqori bo'lsa, albatta jarrohlik amaliyoti bilan davo o'tkaziladi. Ya'ni o't qopi olib tashlanadi. Bunday holatga olib bormaslik uchun turmush tarzingizni o'zgartiring. Vazningizni me'yorda ushlang. Ko'proq piyoda yuring, stressni kamaytiring. Yetarlicha suv iste'mol qiling. O't qopi og'rig'ida qanday tez yordam ko'rsatish mumkin? Uning uchun oldin tinch holatga o'tkazing, ya'ni yoting yoki yarim o'tirgan holatda dam oling. Keskin harakat qilmang. O'ng yonboshga yotish ba'zan og'riqni kamaytiradi. Iliq suv iching. Asta-sekin iching. Bu o't yo'llari spazmini bir oz yumshatadi. Juda sovuq suv yoki gazli ichimliklar mumkin emas. Agar ilgari davolovchi shifokoringiz sizga tavsiya qilgan dorilaringiz bo'lsa, og'riq qoldirish maqsadida ularni qabul qiling. Bunday holatda ovqatlanmay turing. Agar ovqatlanish jarayonida xuruj tutib qolsa, darhol ovqatlanishni to'xtating va xavfsiz holatga o'ting. Chunki ovqatlanish o't ajralishini kuchaytiradi va og'riq zo'rayib ketishi mumkin. Agar tana haroratingiz me'yorda bo'lsa, iliq grelkalar yordam beradi. Lekin isitma yoki tanangizda sariqlik belgilari paydo bo'lgan bo'lsa, issiq kompresslar aslo mumkin emas. Grelka qo'yishning ham o'z qonuniyatlari bor.
ko'rsatmalari, qarshi ko'rsatmalari bor. Agar sizni grelkalar jigar va o't yo'llarini yaxshilovchi uslub sifatida qiziqtirsa, izohda yozib qoldiring. Qachon zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak? Agar og'riq 2 soatdan ortiq davom etgan bo'lsa, qayd qilish to'xtamasa, uy sharoitida dori-darmonlar foyda bermasa, tana harorati ko'tarilsa, teri va ko'zlar sarg'ayib ketsa, og'riq juda kuchli bo'lsa, albatta vaqtni boy bermasdan shifokorga murojaat qiling. Bu holat jiddiy muammo belgisidir. Bu sizning tanangiz sizga men yordamga muhtojman deb berayotgan signalidir. E'tiborsizlik esa eng katta xatodir. To'g'ri harakat sog'liqni saqlab qoladi. Agar bu ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Va sog'liq haqida yana muhim ma'lumotlarni o'tkazib yurmaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Sog'liqni asring, u sizda yagonadir.